Qizib turibdi, qarang. Mana oyoqlari chiqib turibdi. 4 ta oyoq bo'lib turibdi. Xohlasangiz mana bu joyga ozgina yurishadi. Yuring. Mana ketib turganim. Bu 200 kilo odamga to'g'ri keladi. Men hozirda 180 kilo chiqaman. Birimiz aksiyada 100 ming so'mga tushadi. 200 ming so'm sotganmiz, aksiyada 100 ming so'mga tushadi. Velikan o'lchamdagisi do'stlar. Bu albatta Montana originalni Velikan o'lchamdagisi. Screenshot qilib oling, bemalol dostavka qilsangiz bo'ladi. Mana bu chetidan 3 ta tikin tushgan varianti do'stlar, mana. Ko'rdingizmi? Originali bo'ladi. Meni aybim nimada? Meni aybim gavdam kattaligidami? Nimaga menga qimmat berasiz? Siz 150 kilo chiqasiz. Bilaman siz 180 kilo chiqasiz. Bilaman siz 160 kilo chiqasiz. Bilaman siz 200 kilo chiqasiz. Mana Velikan o'lchamdagi jinsi shimlar va ko'ylaklarimiz kelgan 200 kilolik odamga ham bo'ladi. Bu video albatta Velikan bratlarimiz uchun, ya'ni katta o'lchamdagi kiyadigan do'stlarimiz uchun. Ko'rib turibsizlar, bu 58-razmer jinsi 200 kilo odamga bo'ladi va mana bu 7XL razmer ko'ylak. Bu 7XL razmer ko'ylak, hali 10XL bor. Mana orqamizda turibdi. Ko'rib turibsiz? Bahaybat. Shunaqangi bahaybat do'stlarimizga bu videoni tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Choy va qahvalaringizni tayyorlab o'tirish esdan chiqmasin. Endilikda sizlar bilan Velikan o'lchamdagi ko'ylakni va shimlarni ko'rib chiqamiz. Hozirda mana bu ikkita do'stimizga yordam tariqasida nima qilganmiz? Qarang. Ikkita odam kiyib turibdi buni. Har biri 80 kilodan chiqadi. Shimimizga keladigan bo'lsak 58-razmerni kiyib turibdi. Har bir oyog'iga ikkita oyog'i sig'ib turibdi. Qarang, mana oyoqlari chiqib turibdi. 4 ta oyoq bo'lib turibdi. Xohlasangiz mana bu joyga ozgina yurishadi. Yuring. Mana, ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Dahshat. Manekenni yurgizyapmiz. Endi ko'ylakka e'tibor beradigan bo'lsak, 10XL. Shu turishda bu yigitlarni jo'natamiz va sizlarga video davomida shimlarni, narxlarini va turlarini ko'rsatib chiqamiz. Qani, sizga ruxsat. Mana, ko'rdingizmi? Yurib boryapti. Biz yordamchilarimizni uzatgan holda sizlarga Velikan o'lchamdagi shimlarni narxlari bilan obzor qilib o'tamiz. Videoni diqqat bilan ko'rishda davom qiling do'stlar. Hozirda zo'r variantdagi jinsi shimlarimiz kelgan. Hozirda mana qo'limdagi ham 200 kilo odamga to'g'ri keladigan varianti do'stlar. Buni screenshot qilib olishlaringiz uchun men qo'limga olib tutaman va sizlar screenshot qilib olib bemalol dostavka qildirsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, super Velikan narxiga keladigan bo'lsak, narxi 350 ming so'm do'stlar. 350 ming so'mdan super Velikan o'lchamdagi shimlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Buni razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri hozirda 48 razmerdan boshlab, 48 jinsidagi 48, 58 razmergacha bor. 58 razmeri 200 kilo odamga to'g'ri keladi. Bu videoni Velikan o'lchamdagi kiyim kiyadigan do'stlarimizga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Ko'ylaklarimizdan 10-15 xil assortimentlari bor. Albatta bizga 93 929 13 13 raqamlaridan telefon qilsangizlar yoki yozsangizlar biz sizga rasmlarni tashlab beramiz. Keyin Velikan o'lchamdagi remenlarimiz ham mavjud. Absent brendiniki bo'ladi. 160 sm. 160 sm bo'ladi remenimiz. Keyin shimimizga keladigan bo'lsak, hozirda sizga ko'rsatgan ochiq jinsi shimimizni temniy svetlar ham mavjud do'stlar. Qarang, endi yaqinroq keling. Mana, otam, Velikan o'lchamdagi bo'ladi. Yoz mavsumi uchun mo'ljallangan, maza qilib kiyasiz. Tanamanada, ya'ni bizning Xorazmshevada aytganda tanamanada yirtilmaydigan variant. Og'i katta tikilgan, made in Turkiya bo'ladi. Mana ko'rdingizmi? Turkiyada ishlab chiqarilgan bo'ladi. Og'i katta. Umuman qismaydi. Hozirda 58 razmerni ko'rib turibsiz. Screenshot qilib olib bemalol dostavka qildirsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dostavkalarimiz bor. Endilikda sizga buni kichkina o'lchamdagisini ko'rsatib o'tmoqchi edim. Kichkina o'lchamdagisi 100-120 kilo odamlarga bo'ladi. Buni razmeri yo'q, 130 kilo odamga bo'lar ekan, 48 razmer. Narxi 350 ming so'm. Bemalol zakaz qilamiz. Hozirda shunaqangi jinsilardan razmerlari bor payti zakaz qiling. Endilikda sizga qarang. Ramano Botto brendiniki, qarang, mana. Ramano Botto jinsi bo'ladi. Temniy svet, narxini 350 deb katta qilib qo'yibmiz. Tikilishlariga e'tibor beradigan bo'lsak, sariq ipada tikilgan, jinsiy karmanda qilingan va mana bu kengligi dahshat qilib ishlangan do'stlar. Ko'rib turganingizdek, zo'r variantda. Buni razmeri hozir sizga aytaman. Razmeri 56-razmerni ko'rib turibsiz. 46 dan 56 gacha razmer bor ekan do'stlar. Narxi 350 ming so'm. Velikan o'lchamdagi. Bu ham 200 kilo, 180 kilo odamlarga to'g'ri keladi. Endilikda siz buni kichkina o'lchamdagisini ko'rib turibsiz. Hozirda 46 razmeri. 46 razmeri 130 kilo odamlarga to'g'ri keladi. Bemalol zakaz qilaman desangiz, hozirda zakazlarimizni, sizlarning zakazlaringizni qabul qilib olib turibmiz. Endilikda mana bu kiyib turganim, qarang.
Ketib turganimni alohida nima qilamiz? Screenshot qilib olasiz. Bemalol dastavka qilib beramiz. Mana ketib turganim. Bu 200 kilo odamga to'g'ri keladi. Men hozirda 180 kilo chiqaman. 180 kilo va qornim kattaroq. Ko'p qornim katta insonlarga mana shunaqangi ko'ylak va shimlarni tavsiya qilib qolamiz. Hozirda qarang. Narxi 350 ming so'm bo'ladi buni ham. 58-razmerni ko'rib turibsiz. Mana bu joylar ham koja qilib ishlangan. Screenshot qilib olamiz, screenshot qilib oling. Bemalol dastavka qilib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Albatta, Montana brendindagi Velikan o'lchamdagi shimlarimizni ham ko'rib chiqamiz. Montana'ning originallarini ko'p mijozlarimiz so'ragan edi. Biza olib keldik do'stlar. Jinslarni ko'rdingiz. Qarang. Endi Ramana Botto brendiniki temniy qoramtir ko'k varianti do'stlar. Mana sariq ipli qoramtir ko'k dahshat qilib ishlangan. 56 gacha razmer bor. Narxi 350 ming so'm. Bemalol zakaz qilamiz. Shu videolardan screenshot qilib olib bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Va mana bunaqa Polo Classic brendi, Polo Classic varianti temniy siniy svet Mandelli brendiniki. Hozir buni razmerini ko'rib chiqamiz va narxini ko'rib chiqamiz. Narxi 220 ming so'm. 42 razmerdan 48 razmergacha, ya'ni 140 kilo insongacha bo'ladigan razmerlari bor ekan. Yubqaligiga e'tibor beradigan bo'lsak, yubqa, havo o'tkazuvchanligi yaxshi. Ko'rdingizmi? Zo'r. Agar sizga Velikan o'lchamdagi shimni juda ham yubqasi bor-ku, biz obzor qilamiz-ku, Leon materialda juda ham yubqa, undan yubqasi bo'lmaydi deganimizni sizga tavsiya qilib bilmaymiz. Nimaga? Bu Velikan o'lchamdagilarning materiali yubqa bo'lsa, yirtilishi tez bo'ladi. Hozir buni yubqaligi eng yozni chillasi uchun mo'ljallangan yubqa. Undan yubqasi bo'lsa, sizga chidamaydi. Bilaman siz 150 kilo chiqasiz. Bilaman siz 180 kilo chiqasiz. Bilaman siz 160 kilo chiqasiz. Bilaman siz 200 kilo chiqasiz. Mana shu bizning shimlarni olasiz, maza qilib 200 don kiysangiz bo'ladi. Endilikda qarang. Buni sizga katta o'lchamini ko'rsatib o'tmoqchi edim. 48-razmerini ko'rib turibsiz. Mandelli brendiniki 220 ming so'm. Screenshot qilib olib bemalol dastavka qildirsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor albatta. Keyin sizga yana Lippers brendiniki Velikan o'lchamdagi 46 razmerdan boshlanadi. Yo'q, bu 36 razmerdan 46 razmergacha bu o'rta razmerdagi Velikan o'lchamdagisi ekan. Tikilishlariga e'tibor bersangiz, sizni dahshat qilib ishlangan. Narxi 170 ming so'm. 170 ming so'm. Qaytib kelish bo'lmaydi, eng bo'lish narxlarda turibdi do'stlar. Velikan o'lchamdagisi 170 ming so'm. Razmerlari bor. Mana ko'rib turganingizdek 36 dan 46 gacha razmer bor. Lippers ham 36 razmerdan 46 gacha razmer bor. Screenshot qilib olib bemalol dastavka qildirsangiz bo'ladi. Hozirda razmerlari bor shular. Endilikda ochiq ko'k svetiga keladigan bo'lsak, ochiq ko'k sveti mana shunaqangi obrazda qilib ishlangan. Mana bu yubqaligiga e'tibor bersak, yubqa, havo o'tkazuvchanligi yaxshi, ozgina stretchy material, cho'ziluvchan. Endi buni razmeriga keladigan bo'lsak, 40 razmerdan 50 razmergacha razmer bor ekan. Narxi 210 ming so'm. Bunaqangi shimlarni 210 ming so'mga siz ko'p joydan xarid qilishingiz qiyin. Nimagaki ko'p joyda qimmatroq va bahosini, masalan, siz qorningizni mana shunaqa qilib magazinga kirsangiz, "Hotam, nima olyapti? Bormi oriq?" deb kirsangiz, sizga qimmatroq aytishadi. Nimagaki qorni kattaroq, gavdasi kattaroq Velikan do'stlarimiz, Velikan og'alarimizni ko'rgan zahoti ko'p magazinchilar narxini qimmat aytishadi. Ming afsuski, shunaqa. Bir insonni gapini eshitganman. Meni aybim nimada? Meni aybim gavdam kattaligidami? Nimaga menga qimmat berasiz? deb aytishgan. Shunaqangi biza muammoga yechim qilish uchun arzon narxda sizlar uchun zo'rlarni olib kelib qo'yganmiz. Yana videoni diqqat bilan ko'rasiz. Men sizga xudo xolasa hammasini narxlar bilan obzor qilib o'tamiz do'stlar. Bizga murojaat qilasiz. Boring, gavdangiz kattami? Magazinga bordingiz, o'zingizni u yoningizdagi magazinga bordingiz. Masalan, viloyatdan bo'lsangiz, viloyatga, masalan, Toshkent viloyatidan bo'lsangiz, Toshkent viloyatidagi magazinga bordingiz, katta. Sizni ko'rishdida va narxini qimmat aytishdi. Sirazi 93 929 13 13 ga murojaat qilasizda, menga bo'ladigan Velikan o'lchamdagi shimingni yubordingiz. Yuboramiz. Hattoki 200 kilo odamga 350 ming so'mga shim. 200 kiloman desangiz, ko'p magazinlarda sizga 500 ming so'm deb aytishadi. Endi qarang. 210 ming so'm, narxi 210 ming so'm, 40 razmerdan 50 razmergacha razmer bor do'stlar. Bemalol zakaz qilsangiz, hozirda yubqa bo'ladi. Mana yubqaligiga e'tibor bersangiz, yumshoq, cho'ziluvchanligi yaxshi, bu Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'ladi do'stlar. Endilikda mana bu variantdagi shimimizga e'tibor beradigan bo'lsak, ochiq korishnoy sveti, screenshot qilib oling. Lippers brendiniki 36 dan 46 gacha, narxi 170 ming so'm. Shu shimimizni 2 sezon, ya'ni
2 yoz kiygan do'stlarimiz ham bor do'stlar. Buni kichkina o'lchamdagilarni biz olib chiqtirib qo'yganmiz. Nimagaki yangi kelgan 36 razmerini ko'rib turibsiz. 36 razmeri 110 kilo odamlarga, 100 kilo odamlarga bo'ladi do'stlar. Bu videomiz xudo xolasa eng katta o'lchamdagilarni ko'rsatish uchun. Mana beli rezinkali katta o'lchamdagi 50 razmerini ko'rib turibsiz. Barrel brendiniki bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Narxi 175 ming so'm. 40 razmerdan 50 razmergacha razmerlari bor do'stlar. 175 ming so'm. Bu videolardan screenshot qilib olib bizga aytsangiz biz sizga yuboraveramiz. 40 razmerni ko'rib turibsiz. Beli rezinkali bo'ladi. Remen taqib o'tirmaysiz. Rezinkasi ham cho'ziluvchanligi zo'r do'stlar. Endilikda buni temный siniy svetini ko'rib turibsiz. Temный siniy sveti 175 ming so'm. Screenshot qilib oling, bemalol dastavka qilib beramiz. 50 razmerni ko'rib turibsiz. Cho'ziluvchanligiga qarang. Dahshat. Mana. Otam nima deyapti? Bormi og'riq? Og'riq bo'lsa xarid qiling. Agar bu sizga nima deyapti, bormi og'riq degan paytim, ko'nglingizga yoqdimi degan gapim bu. Agar ko'nglingizga yoqqan bo'lsa xarid qiling. Zakaz qilsangiz bemalol dastavka qilib beramiz. Narxi 175 ming so'm, 50 razmergacha razmer bor do'stlar. Endilikda bu variantlarni sizlar bilan ko'rib chiqdik. Endilikda mana bu joyga navbatimiz keldi do'stlar. Qarang. Bu yerda Turkiyada ishlab chiqarilgan Polo klassik variantdagi shimlarimizni qo'yibmiz. Xudo xolasa ular ham sizga obzor qilib beramiz. Mana bu 58 razmer menga katta bo'lib turibdi. Nimagaki men o'zim hozirda 180 kilo chiqaman. 180 kiloga mana bu razmer katta. Lekin 160-180 kilo bo'lsangiz, sizga 7XL razmer ko'ylakimiz bo'ladi. Ko'ylakimiz narxini aytib o'tamiz va svetlarini sizga aytishga harakat qilamiz do'stlar. Qarang. Temный коричневый svetda Tosche brendidan Velikan o'lchamdagi shimimiz. Bu Turkiyada ishlab chiqarilgan. Narxi 380 ming so'm ekan. Razmerga keladigan bo'lsak, 36 razmerdan 46 gacha razmer bor. Bu hozirda 60 degani 46 razmerga yuradi. 140 kilo, 130 kilo odamlarga to'g'ri keladigan varianti bo'ladi do'stlar. Mana. Temный коричневый sveti va mana kichkina o'lchamdagisini olib chiqib qo'yganmiz do'stlar. Mana 58 razmeri. Keyin Always brendiniki bu hammaga ma'lum va mashhur tensile material bo'ladi, ya'ni yubka bo'ladi, havo o'tkazuvchanligi zo'r. Bu yumshoq bo'ladi mana. Ko'rdingizmi? Yumshoq, zo'r bo'ladi. Bu ham Velikan o'lchamdagi bo'ladi. Narxi 250 ming so'm ekan do'stlar. Endi razmerini ko'rib chiqamiz, qarang. 62 razmerni ko'rib turibsiz. Bu 62 degani 46-48 razmerga yuriydi do'stlar. Mana 65% tensile. Turkiyada ishlab chiqarilgan. Mana endi bu hozirda sizga razmerini ko'rib chiqamiz. 62. Ikkita 62 ni olib chiqib qo'yishibdi bu yerga. Mana screenshot qilib olib bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Hozirda eng yubka variantlaridan biri bo'ladi bu. Endilikda Toscheni ochiq коричневый sveti do'stlar. Mana. Toscheni ochiq коричневый sveti. Bu ham 46 gacha razmer bor. 46-64 ga yuradi. 350 ming so'm narxi do'stlar. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Hozirda Turkiyada ishlab chiqarilgan. Mana bu İzmir brendiniki. İzmir brendidan zo'r chiqariladi. Narxi 235 ming so'm. Bu ochiq sveti. Endilikda buni razmeriga keladigan bo'lsak, 46 razmerini ko'rib turibsiz. Endi razmerlarga keladigan bo'lsak, qarang. 40 razmerdan 50 razmergacha razmer bor ekan. 50-64 ga yuradi. 235 ming so'm. Ochiq seri svetda screenshot qilib oling, bemalol dastavka qildirsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Va mana bu endi ochiq seri svet ham dahshat bo'lib turadi do'stlar. Mana. Maza qilib kiyasiz. Ko'p katta razmerda Velikan o'lchamdagi kiyadigan do'stlarimiz og'larini yirtishadi. Og'larini yirtishadi deganim, mana bu joyidan ko'p ketishadi mana. Mana bu bor-ku, mana bu joy bor-ku, mana og' degan ikki soton orasi deb aytamiz biz. Ikki soton orasini ko'p yirtishadi. Endi bu ishqalanishga moyil tovar, masalan fizikada o'qigan bo'lsangiz, sirpanish va ishqalanish bo'ladi. Mana bu sirpanishga moyil tovar. Men xato aytibman, bu og'i ketmaydi. Lekin men sizga hozir bir tovarni ko'rsatib o'taman. Bu ishqalanishga moyil tovar mana. Mana bu ishqalanishga moyil tovar. Bu ishqalansa, mana bu joydan yubka bo'lib og'i ketishi mumkin. Ko'p insonlarda bo'ladi, ko'p insonlarda bo'lmaydi lekin. Mana bu og'i yirtilmaydigan varianti do'stlar. Sirpanadigan bu. Qarang, endi bu Golden Berg brendiniki. Turkiyada ishlab chiqarilgan original bo'ladi. Hozirda Velikan o'lchamdagi bo'ladi do'stlar. Narxi 450 ming so'm. Razmerga e'tibor beramiz. Qarang, 40 razmerdan 50 razmergacha razmer bor do'stlar. Qarang, mana Made in Turkiya.
98% paxta. Gördünüzmü? Bu screenshot qilib olamansiz, bemalol screenshot qilib olib dastlabga qidirsangiz bo'ladi. Goldenberg Turkiyaniki bo'ladi, originali bo'ladi do'stlar. Keyin buni kichkina razmerini, hozir mana bu 42-razmerini ko'rsangiz bo'ladi. 42-razmeri 120 kg, 130 kg odamga bo'ladi. Mana bu 52 razmeri esa 160, 180 kg odamlarga to'g'ri keladigan varianti bo'ladi. Endilikda Montana originali. Mana Montana originali xudo xolasa hech nima bo'lmaydigan desak ham bo'ladi. Nimagaki buni ko'p mijozlarimizga sotganmiz. Zo'ri qarang. Tikilishlari 3 tikilgan Montana'ning originali. Mana bu joylari ham kojadan qo'yilgan. Orqa tuzilishiga e'tibor beradigan bo'lsak, zo'r Montana. Endi etiketkalarni ko'ramiz. Qarang, 40 razmerdan 46 razmergacha razmer bor. Bu hozirda 46 razmer ko'rib turibsiz. Velikan o'lchamdagi narxi 600 ming so'm do'stlar. Mana Montana brendlari tushirilgan va ichki tuzilishiga e'tibor beradigan bo'lsak, ichki tuzilishlar ham chiroyli qilib ishlangan, dahshat qilib ishlangan do'stlar. Mana bu zamokiga e'tibor beradigan bo'lsak, zamok ham zo'r do'stlar. Bu albatta Montana originalni Velikan o'lchamdagisi. Screenshot qilib oling, bemalol dastlabga qildirsangiz bo'ladi. Mana bu chetidan 3 ta tikin tushgan varianti do'stlar, mana. Ko'rdingizmi? Originali bo'ladi. Turkiyada ishlab chiqarilgan. Narxi 600 ming so'm. Buni screenshot qilib olgan bo'lsangiz, endilikda sizga Milano Denso ochiq, ya'ni ochiq seri sveti yoki oq va oqni sal tomliroq sveti desak ham bo'ladi. Narxi 450 ming so'm. Razmerga keladigan bo'lsak, 48 razmergacha razmer bor. 40 razmerdan boshlab screenshot qilib oling, bemalol dastlabga qidirsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Materiali bu material va havo o'tkazuvchan bo'ladi. Ko'rdingizmi? Havo o'tkazuvchanligi zo'r do'stlar. Endilikda Montana'ni originalini qarang. Mana bu ichiga qarang, ichi tikilishlari dahshat. Montana'ning originali bo'ladi. Tikilishlari 3 tikilgan, og'i ham ketmaydi xudo xolasa va mana bu chetidagi tikilishiga e'tibor bersangiz, u ham tikilishi 3 tikilgan. Mana bu Montana'ning originalini dizayni ham dahshat bo'ladi do'stlar. Mana. Endilikda narxiga keladigan bo'lsak, narxi 600 ming so'm. 40 razmerdan 46 razmergacha razmeri bor. 46 razmeri 150-140 kg odamlarga to'g'ri keladi. 40 razmeri esa 120-125 kg odamga to'g'ri keladi. Montana'ning originali kerakmi? Bizga murojaat qiling. Zo'rlarini olib kelib qo'yganmiz. 3 tikilgan original Montana bo'ladi. Endilikda Milano Denso. Milano Denso ham dahshat. Bu yumshoq materialni hozir sizga nima deb tasavvur qilsangiz deb aytaman. Qaymoq bor-ku, qaymoq. Bankada qatiq turadi, qatiqning ustida qaymoq bo'ladi. Mana shuncha. Shu qaymoqdek bu. Mana. Ko'rdingizmi? Xuddi yeb yuborgin keladi. Xavotiradi, xibbi material, tanada bor yo'qligi bilinmaydi. Bu Milano Denso'ning originali bo'ladi do'stlar, mana qarang. Chiroyli, cho'ntaklar ham dahshat qilib ishlangan. Narxiga keladigan bo'lsak, 450 ming so'm, 40 razmerdan 48 razmergacha razmerlari bor. Zamoklar ham original zamoklardan qo'yilgan bo'ladi do'stlar. Screenshot qilib olib, albatta bizga zakaz qilsangiz bo'ladi. Endilikda La Carino brendiniki. La Carino brendi Halades materialga o'xshash material bo'ladi. Halades material bilasizlar, bizani Xorazmshevoda aytadi, solqildoq deb, solqildoq bo'lib turadi. La Carinoning originali, jinsi, zo'ri, Velikan o'lchamdagisi, screenshot qilib oling. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabga qilib beramiz La Carinoning originali. Endilikda buni hozir sizga olib ko'rsatamiz, qarang mana. Solqildoq material mana, solqildoq. Mana. Ko'rdingizmi? Original shimlar ba'zi bir tanada boy yo'qligi bilinmaydi. 3 tikilgan tikilishlari, razmerga keladigan bo'lsak, razmeri 36 razmerdan 44 razmergacha razmerlari bor va narxi 500 ming so'm do'stlar. La Carino originali qarang, mana. Made in Turkiya. Turkiyada ishlab chiqarilgan bo'ladi do'stlar. Bu biza buni hozir sizga aytsak 10 yildan beri sotamiz desak ham bo'ladi. 10 yildan beri mana shu Boss, La Carino shimlarni sotamiz. Albatta Boss original shimlarimiz ham kelgan. Velikan o'lchamdagisi keldimi, kelmadimi bilmadim, bugun keldi. Agar bizaga mana bu 93 929 13 13 raqamlaridan murojaat qilsangizlar, biz sizga Boss'ni ham rasmini tashiymiz. Mana bu ko'ylakimiz 265 ming so'm, bu 10XL gacha. Hozirda siz ko'rib turganingiz 7XL razmerini ko'rib turibsiz. Men ketib turganim 7XL razmeri. 10XL ham bor. Svetlari bir 20 xil sveti bor, 20 xilmi? 15 xil sveti bor. Bizaga mana bu 93 929 13 13 raqamlarini murojaat qilsangizlar, biz sizga svetlarni tashab beramiz. Ko'rib turganingizdek zo'r variantdagi shimlarimiz va ko'ylaklarimiz kelgan. Endi shunga tushadigan zo'r variantdagi setchli variantdagi krossovkalarimiz ham kelgan. Bu albatta Turkiyada ishlab chiqarilgan bo'ladi, lekin buni skidkaga qo'yganmiz. Razmeri 45 razmerdan 48 razmergacha razmer bor.
100% yozgi bo'ladi. Mana sizga e'tibor bersangiz, dahshat varianti. Mana qarang. Zo'r. Made in Turkiya. Turkiyada ishlab chiqarilgan, yumshoq bo'ladi, usti ham yumshoq. Buni narxi o'zi 200 ming so'm sotganmiz. Aksiyada 100 ming so'mga tushadi. 200 ming so'm sotganmiz, aksiyada 100 ming so'mga tushadi. Velikan o'lchamdagisi do'stlar. Endilikda bulardan ham 4-5 xil sveti bor. Agar aytsangiz sizga tashab qo'yamiz do'stlar. Videomiz sizga mazmunli, foydali bo'lgan bo'lsa, sizga yoqqandan xursandmiz. Biza nimadan, viloyatlardanmiz, Toshkentdanmiz, Samarqanddanmiz, qayerdan xarid qilamiz, nima qilib xarid qilamiz, nima qilsam xarid qilaman desangiz, videoni diqqat bilan ko'ring. BTS pochta tartiblarini sizga tushuntirib o'taman. Mana bu remenga e'tibor beradigan bo'lsak, remenimiz 250 ming so'm 100% koja bo'ladi do'stlar. Agar shunaqangi remen kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Ko'ylak 265 ming so'm, shimimizga keladigan bo'lsak 350 ming so'm. Do'stlar, oyoq kiyimimizga keladigan bo'lsak, skidkada 100 ming so'mga tushadi do'stlar. Videoni diqqat bilan ko'ring, men sizga BTS pochta tartiblarini tushuntirib o'taman. Viloyatlardan bizani kuzatib o'tirgan obunachilarimiz bo'lsa, biz BTS pochtaga keldik. Sizlarga mahsulotlarimizni nechik tartibda yetkazib beramiz. Shularni xudo xolasa bir qator obzor qilib beramiz. Hozirda BTS pochta Xorazm viloyati Al-Xorazmiy ko'chasiga keldik. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu yerda ishonch raqamlari yozilgan. 12:30 da telefon qilasiz. Agar tovaringiz gaming qilsa, bizlarga telefon urib bezovta qilib o'tirish umuman hojat yo'q. 12:30 ga telefon qilib, telefon raqamingizni aytsangiz, pochtangiz qayerda ekanligi ma'lum bo'ladi. Keyin o'zlarining telefon nomerlari bor. Har bir viloyatda, har bir shaharchada, har bir tumanda xohlagan joyingizda yashaysizmi? Bizlarga zakaz qilishdan oldin kiyimlarni, mahsulotlarni screenshot qilib olasizlar. Keyin yashash manzilingizni aytasizlar do'stlar. Telefon qilgan holda biz sizlarni yashash manzilingizga eng yaqin manzildagi BTS pochta shoxobchasini kiyimlarni jo'natib beramiz. Ichana girib, bir dona kiyim mahsuloti necha so'mdan ketadi, nechik tartibda bo'ladi, bir qator obzor qilib beramiz do'stlar. Qo'limdagi bu paket ichida biza bir haftada yuboradigan mijozlarimizni ro'yxatlari bor. Ular hozir o'z kiyimlarini xarid qilib, kiyib, maza qilib yuribdilar do'stlar. Hozir ichanda bir qator savol-javob qilib bilib olamiz. Bir dona kiyim, ya'ni bir dona Montana sportivga, ya bo'lmasa bir dona dvoyga necha so'mga boradi. Videoni diqqat bilan ko'rasizlar. Hozirda sharoitlar yaratilgan, ko'rib turganingizdek, primerishnilar har bir pochta shoxobchasida sizni yashash joyingizdan primerishnilar bor. Ya'ni primerishni degani sizga mahsulot keladi, paketni ochasiz, kiyib ko'rasiz. Agar sizga razmeri to'g'ri kelmasa, xudo xolasa yana shu orqasini, ya'ni bizga jo'natib yuborsangiz bo'ladi. Biz yana sizga almashtirib, sizga loyiq razmerni xudo xolasa yuboramiz. Lekin bunning holat bizada mingdan bir dona bo'ladi desak ham bo'ladi. Chunki 20 yillik tajribaga ega odamlar, ya'ni bizlar sizlarga xudo xolasa o'z razmerlaringizni, og'irligingizni aytsangizlar, keyin bo'yingizni o'lchamini aytsangizlar, o'z razmerlaringizni to'liq xudo xolasa yuboramiz degan umiddamiz. Ko'rib turganingizdek, primeshlar ichini ochib, kiyib bo'ldi, bo'lmadi, bemalol aytaverasizlar. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak sizlarga do'stlar. Bu yerda yana oynalar bor, yarashganini ko'rib, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu bizani strafovkamiz, ya'ni bizlardan ko'p mijozlar xarid qiladi, kiyimni xarid qiladi. Pochta pulini addiniy bo'ladi, kiyim puli addiniy bo'ladi. Keyin beri uyina borib kiyib ko'radi. Bir marta shunday mijozimizda shunday случай bo'ldi, anglashilmovchilik bo'ldi. Keyin shu bo'lmagan mahsulotni yana bizlarga qaytarib berdi. Biz almashtirib berdik, lekin qaytarib bergan vaqtida pochta pulini to'lab bermadilar. Bizda optim narxlarda bo'lgani uchun sizga kelish pochta puli ham, sizda razmer bo'lmagan taqdirda bizlarga yuborish pochta puli ham sizdan chiqadi. Shuni diqqat bilan e'tiborga olinglar do'stlar. Hozirda bir dona mahsulotimiz necha so'mga keladi, bir qator so'rab o'tamiz. Navoiy va Sot, Chirchiq, keyin Toshkent, Toshkent, ko'proq Toshkentdagi mijozlarimiz aktiv. Qarshi, Olmaliq, Toshkent, keyin Sherobod, Qarshi, Qo'qon. Do'stlar, bu bizani bir haftalik mijozlarimizni ro'yxati, ya'ni bizlarga zakaz qiladi. Biz shu shaklda yaramiz. Bir dona kiptansa, ya'ni shunday shaklda bir dona kiptansani o'zlarimizda olib qolamiz. Bu mijozga yetib bordimi, yetib bormadimi so'rab surishtirish uchun telefon raqamlaringiz yoziladi, kilosi, summalari yoziladi. Yekom shaklini ham sizlarga tushuntirib o'taman. Yekom deganimiz biz ko'p videolarimizda aytib o'tganmiz, mahsulotni borgandan keyin pulini to'laysiz, hozirdan oldindan to'lov qilmaysiz deb aytib o'tganmiz. Do'stlar, Yekom shartnomasi bo'yicha shunday bo'ladi. Siz
100 ming so'mlik mahsulot bizlardan xarid qilsangiz, masalan, 103 ming so'm deb yoziladi do'stlar. BTS pochtaga kelgandan keyin siz 100 ming so'm emas, 103 ming so'm to'laysizlar, to'lov qilasizlar. Nima uchun? Bu borgandan keyin, ya'ni siz mahsulotni olganingizdan keyin to'lov qilinadigan summa. Agar oldindan to'lov qilaman desangiz, oldindan to'lov qilaman desangiz 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni o'zini to'lov qilasizlar. Hozirda yana sizlarga bir ko'rsatib o'taman, qarang. Bizlere 1 milyon 203 ming so'm kelgan. Keyin 1 milyon 166 ming so'm bize qo'limizga olganmiz, qo'limizga degan 36 ming 90 so'm 3% BTS pochtaga xudo xolasa to'lanadigan. Ya'ni siz bergan naqd pulni yoki plastik kartani bizlarga olib kelib berish uchun bizlardan 3% olishadi. Shuning uchun mahsulotlarimizning ustuna 3% qo'shishga majbur bo'lamiz. Siz oldindan to'lov qilinman desangiz, borgandan keyin to'lov qilamiz desangiz 3% qo'shishga majbur bo'lib qolamiz do'stlar. Hozirda bir dona pochta bize, masalan, shu pochtangizdan bir dona berib turasiz endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Namuna sifatida bir dona pochtani olib sizlarga ko'rsatamiz hozir. Bu masalan Xorazmdan masalan hozir men geldim. Shunday o'lchamda giyim, ya'ni bir dona Montana Sportivga ya dvoyka keldim. Shuni Toshkent Sergeli mashina bozorina chiqarsak necha so'm chiqadi? Shuni ko'rib bering. Oldin tovarni ölçemiz. 920 gram çıktı. 920 gram. Bizada 1 kilogacha 30 ming so'm bo'ladi. Toshkentda chiqish bahasi. Upakovkasi bilan 2 ming so'm qo'shiladi. Upakovka bahasi 32 ming so'm bo'ladi Toshkent Sergeliga. Keyin qaysi viloyatdaligini qarab baholar o'zgarib boradi. Agar vodiy tomoni, masalan, Farg'ona, Namangan, Andijon bo'lsa 40 ming so'm miqdorda bo'ladi. 1 kilogacha bo'lgan. Agar gabarit bo'ladigan bo'lsa, Gabarit bo'ladigan bo'lsa, yo'l sumkalari, keyin chemadonlar zakaz etsa. ularni o'zarimiz, gabarit o'lchaymiz, bo'yi, eni, balandligini qo'shib 6 mingga bo'lib, shunda necha so'm narsa kelib chiqadi summasi, to'lov summasi. Uni azaldan naqd bo'lmaydi. Uni o'lchamayincha bilib bo'lmaydi. Toshkent bo'ladigan bo'lsa, Toshkentlar obunachilarimiz kuzatib o'tirgan bo'lsa, bir dona Sportivkangiz, masalan, hozir bu 920 gram chiqdi. 1 kilosi 30 ming so'm ekan, to'g'rimi? 1 kilosi 30 ming so'mga boradi. Shuning uchun menimcha shu ham ishonchli, hem arzon BTS pochtadan foydalanganlaringiz ma'qul. Bizlar ham udobni shu. Taksilardan barabar ya bo'lmasa yo'l mashinalaridan barabar deb o'tirmaysizlar. Xudo xolasa to'g'ri zakaz qilasiz BTS pochtadan 2 kun ichida uyingizga borib turadi. 2 kun 3 kun. Hamma nechadan ne bor? Shahobchasi bor. BTS pochtaning butun O'zbekiston bo'yicha 200 dan ortiq filiallarimiz mavjud. 200 dan ortiq. Butun O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarda, tumanlarda, shaharlarda 200 dan ortiq BTS pochta shoxobchalari bor ekan. Bemalol zakaz qilsangizlar, o'zingizni uyingiz yonindagi BTS pochtaga yuboramiz, xudo xolasa. To'lov tartiblariga keladigan bo'lsak, to'lov tartiblari xohlasangizlar naqd pul, xohlasangizlar mana kredit orqali to'lov qilsangizlar ham bo'ladi. Pochtaga kelasizlar, 3% qo'shilgan holda to'lov qilib, mahsulotingizni olib ketaverasizlar. Agar oldindan to'lov qilaman desangizlar 3% qo'shilmaydi. To'g'ri 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni to'lov qilib bizlar zakaz qilasizlar, 100 ming so'm to'lov qilib, borib pochtadan keyin tovarlaringizni qabul qilib olaverasizlar do'stlar. Shunday sharoitlar yaratilgan, premyerchilar bor. Ko'rib turganingizdek 200 dan ortiq butun O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatlarda BTS pochtaning shoxobchalari bor. Sizlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Ham yo'l narxlari arzon bo'ladi, ham siz uchun, biz uchun ishonchli bo'ladi. Biza optim narxda kiyimlarni sotganimiz uchun yo'l kira haqqini, ya'ni yo'l pulini biza o'z zimmamizga olmaymiz do'stlar. Borish ham, kelish ham o'zingiz zimmangizda bo'ladi. Xohlasangizlar 4 marta deysizlarmi, xohlasangizlar 5 marta deysizlarmi, kiyim mahsulotlarimizni almashtirib beraveramiz. Lekin almashtirib berish degani, ya'ni razmer bo'lmasligi 1000 dan 1 marta bo'ladi. Videoni oxirida manzilni qo'yib o'taman. Agar Xorazmdan bo'lsangizlar, manzilni ko'rib, do'konimizga kelib giyib ko'rib xarid qilsangizlar bo'ladi. Kral brend 9 etajli domni binoni birinchi etajında joylashgan. Hozir biz 9-etajındamiz. Sizlarga manzil tushuntirajakmiz. Yanada yaqinroq, yanada osonroq topishingiz uchun. Qarang, Oxim Muhammadchdi. Bu yo'lni to'g'ri o'zi Gullan yo'lini olib chiqadi. Ishi yo'lni to'g'ri o'zi burilmasdan, to'g'ridan to'g'ri ketsangiz Gullan yo'lini olib chiqadi. Shu Charraxa, sen Murat maqsad Charraxasi hisoblanadi. Charraxada Kral brend manzili joylashgan. Ya'ni bizning do'konni, yine shu mashinalar turgan yerdan ko'rishingiz mumkin. Shu Kral brendning yangi manzili. Hammaga ma'lum Tomaris Nur gipermarketi, Jaloliddin Manguberdi haykalini bilasizlar, to'g'rimi? Yine qarang, ishi yo'l, hammasi shunga olib boradi. Ishi yo'l bo'ylab ketadigan bo'lsangiz, ana to'rindan
Daşı gipermarketdan görünen, yaxşılap qarasanız da 9 etaj ham görünen. Azizlar, hunda ana seyir bo'lib turgan domla вечерний yarmarkaning domu. İşi yol Jaloliddin menga berdi. Yodgorlikni oldimdan doğrudan Kral Brent'e keladi. Siz Jaloliddin menga berdi. 10 qo'lingizda qoladi, tomaresini chap qo'lingizda qoladi. Doğrudan burilming desangizlar, Kral Brent'ning manziline Murat Maqsad перекресткасына duch kelasizlar. Ya'ni topishimiz yanada oson. Yana hammaga ma'lum 5 ko'piri Shovot yo'lidan o'tasizlar, даже bu tomondan Xonqa tarafdan kelsangizlar ham oson bo'ladi. Ya'ni ishi yo'lni to'g'ri o'zi 5 ko'pirini sizlarni olib chiqib qo'yadi. Topish shu darajada osonki, faqat shu videoni ko'rdingizmi, yo'l tushish qoladi xolos. Beruni tomondan keladigan, Abxodnoy yo'ldan keladigan bo'lsangizlar, kardiologiyaning yo'li, ishi yo'l, kardiologiyaning yo'lini olib chiqadi. Ya'ni yurak больницасының yo'lini olib chiqadi. Abxodnoy Kolsoy yo'ldan kelaman desangizlar ham, to'g'ri shu yo'l orqali kelasizlar. Shunning aylanasizlar, Kral Brent'ning yanada manzili. Shu darajada topish osonki, agarda Murat Maqsad перекресткасының qoidasini, pravilasini tushunadigan bo'lsangizlar, sizlar uchun shu darajada oson bo'ladi. Ya'ni agar geyishda keladigan bo'lsangizlar, geyishda charraqa bo'ylab, yop-yorug' bo'lib, chiroyli bo'lib, sizning ko'zingizga chalinadigan bo'lib ko'rinib turadi. Bu tomon esa kardiologiya tomon. Ya'ni kardiologiyadan kelish shu darajada oson. Imunda esa doninon. Bunda esa u ishi domni ko'rib turibsizlar, yana bitgan dom. Shuni elimda sal o'tgandan keyin Toshkentdan keyin hisoblanadi. Ya'ni to'yxonalar ham ko'p yerda. Omad to'yxonasi bor, Bobur to'yxonasi bor balki. Shu to'yxonalardan kelishingizda ish charraqadan o'tasizda, unda bir charraqa qoladi. Shundan yana aylanib ish yerga kelasizlar. Yana Murat Maqsad перекресткасы bo'ladi. Ya'ni Kral Brent'ni yangilangan, yangi dizaynda ishlangan yangi do'konidan birisi bo'ladi azizlar. Topishimiz shu darajada oson. Bu videoni ko'rgandan keyin kommentariya ostına mestani topdim deb yozsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni mesta nerda, lokatsiya tashanglar deb aytadilar. Shu darajada zo'rat tushuntirdik deb o'ylayman, xudo xolasa.